Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Mikrofon oldida Nuriya Rahmat. Hozir anglaydiganimiz Ziloyat O'tkirning Sayyohlar izidan nomli kitobidan Ariya. Günlar yarım. Davomi. 3-bob. Qashqar bosma buyumlari. İngliz tilidan Ziloyat O'tkir tarjimasi. Bu əsər Günlər Yarınның 1991-yili İstanbuldakı Shved Tədqiqat İnstituti tərəfindən nəşr qılınğan Prince from Kashgar namlıq kitabdakı inglizcə tekstin Uyğurçağa bevosita qisqartılıb tərcümə qılındı. Tərcümandan 1929-yildan 1930-yilgacha bo'lgan Qashqardagi ziyoratim jarayonida bu yerdagi Shved missionerlarining bosmaxona qurilishini ko'zitish imkoniyatiga ega bo'ldim va uningdan keyinmi izchil turda bosma materiallarini yig'ish va bosmaxona faoliyatlarini tadqiq qilish yo'lida bo'ldim. Bu bosmaxona bilan uchrashgan 61 yildan keyingi bugungi kunda men Shved madaniyat harakatining Ishki Osiyodagi tarixiy ta'sirlari to'g'risida yozilgan mazkur materialni diqqatini O'rta Osiyo tadqiqotiga qaratgan barliq kishilarga berishmoqchiman. Bu munosabat bilan xizmatimning natijalik oyoqlashishi uchun yordamda bo'lgan barliq kishilarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Öz vaqtida menga yaqindan yordamda bo'lgan kishilar allaqachon u dunyoga safar qildi. Men u kishilarning bergan maslahat va yordamlariga cho'nqur minnatdorligimni bildiraman. Oxirida yana inglizcha asrimni ko'rib, tekshirib bergan qizimga rahmatimni bildiraman. Stockholm 1991-yil Günlar yarın. Shved missionerlarining Qashqarda qurgan bosmaxona to'g'riliq foydalanish materiallari nihoyat kamchil bo'lib, faqat missionerlarning tarqatgan kitoblari va dokladlari orqali ma'lum materiallarga erishgili bo'ladi. Men bu qitimliq tadqiqotimda 1910-1937-yillargacha bo'lgan yillardagi bosmaxonaning tarixi va bosma materiallari to'g'riliq to'xtalib o'tmoqchiman. Bir qism materiallar Sharq Turkistondagi to'polonlar va qo'zg'olonlar jarayonida g'oyib bo'lgan va bir qismlari baxtga yarasha saqlanib qolgan. Saqlanib qolgan bir qism materiallarni men ona maktabim Lund universiteti kutubxonasiga i'ona qilib atgan bo'lib, uning ichidagi bir qism asarlarning kopiyasi Stockholm xonlik kutubxonasi, Uppsala universiteti va Lindkö missionerlar arxivida saqlanmoqda. Bosmaxonaning barliqqa kelishi va taraqqiyoti. 1894-yili Shvetsiya missionerlar jamiyati O'rta Osiyodagi Qashqarda missionerlar bazasini ta'sis qildi va bir vaqtda G'arbiy, Janubiy Sharq Turkistondagi boshqa rayonlardami o'z jamiyatlarini qurib chiqdi. Ayni vaqtda islom diniga e'tiqod qiladigan yerlik musulmon xalqni xristian diniga boshlash missionerlarning asosliq vazifasi bo'lib, bu nihoyat mushkul vazifa edi. Missionerlar din tarqitish jarayonida tibbiy davolash bilan muarifni taraqqiy qildirishni din tarqitish harakati bilan yondashtirish zarurligini to'nib yetdi. Arqadilla Qashqar va Yarkandda doktorxonalarni qurdi. Tibbiy xodimlarni tarbiyalaydi. O'g'illar va qizlar ayrim tarbiyalanadigan fanniy maktablarni qurdi. Bu xil ehtiyoj diniy va fanniy ma'arif bosma materiallarga bo'lgan ehtiyojni keltirib chiqargan. Ayni vaqtda Sharq Turkistonda birmi bosmaxona yo'q bo'lib, kitoblar qo'lda yozilib va ko'chirilib, asli originali bo'yicha sotiladi. Ba'zi tosh matbaa buyumlari Toshkent, Samarqand va Buxorolardan import qilinib, Sharq Turkiston bozorlarida sotiladi. Bu xil materiallar islomiy bilimlar va Chag'atay adabiyotining namoyandalarini o'z ichiga olgan asarlardir.
Missionerlar басмаханасының әслиһә qurilishi 1910-yili tamamlangan bo'lib, u vaqtda әслиһә yötkash qurilishimi bir qiyin ish edi. Әслиһәләр asosliq at yoki to'ga karvonlari orqali Rossiya va Sharq Turkiston orasidagi egiz tog'larni kesib o'tib, yötkashga to'g'ri keladi. Tunji qitim bir dona yuqori sur'atda besish mashinasi, bir dona kesish mashinasi va bir dona tüplash mashinasi qatorliq aslihalar yetkab kelingan edi. Basmaxona arabcha, latincha va slavyan tillarida materiallar besishga qodir bo'lib, 1912-yili rasmiy ishga kirishdi. Qashqardagi bu basmaxona 1930-yilgacha mavjud bo'lgan bo'lib, keyin missionerlarning bu makondan majburiy ayrilish sababidan ishdan to'xtaydi. Missionerlar basmaxonasi dastlabda diniy materiallarni besishni asosiy maqsad qilgan. Keyincha ilmiy materiallarni besishni o'z vazifasi qilgan. Basmaxonaning 25 yil jarayonida ko'rsatgan ko'z yumg'ili bo'lmaydigan to'kpisini tövandikidek yig'inchoqlashga bo'ladi. Turkistonlik yosh yozuvchi va nashriyat basma xodimlarini tarbiyalab bergan. Bu taraqqiy qilayotgan allarga bo'lgan bir xil texnikalik yordam bo'lib, missionerlarning insonparvarlik va muarifni ilgari surish harakatining natijasi deb qarashga bo'ladi. Basma zavodi hukumat xizmatlariga ko'p manfaat yetkazgan. Missionerlarning adabiy faoliyatlari. Missionerlar Sharq Turkistonda Injilning tarjimasini tamomlaydi. Besilgan buyumlarning ichida xristian diniy kitoblari, naqshi tekstlari, qo'llanmalar va risolalar bor bo'lib, bu asarlarning ko'p qismi shvedcha, inglizcha va arab tillaridan tarjim qilingan va missionerlar tarafidan yozilgan original asarlardan tarkib topgan. Ayni vaqtda maktablardagi darslik materiallar shopagarab mashinada ko'chirilib tarqitiladi. Yangi basmaxona qurilgandan keyin elifba, jug'rofiya, fan texnikaga oid kitoblar zamonaviy basmada besilib chiqadigan bo'ldi. Ko'p qism kitoblar Shvetsiya boshlang'ich maktablari va cho'nglar ma'rifida qo'llanilayotgan kitoblarning nusxasiga asosan Sharq Turkistonning amaliy ahvoliga tatbiqlanib nashr qilingan. Masalan, tabiat va turmush bilimlari darsligida odam badani to'g'riliq so'zlangan bobda buningga mos tan saqliq bilimlari kirgizilgan. 1929-yili besilgan Gustav Albert tarafidan tuzilgan imlo darsligini arab elifbasini asos qilgan Uyg'ur yoziqining o'lchamlik nusxasini yo'lga qo'yishda to'kib qo'shgan deyishga bo'ladi. U Hermanson yozgan 1936-yil nashr qilingan O'rta Osiyo tarixi nomli kitobda missionerlar o'zlarining din tarqitish maqsadidan mustasno holda keng ma'rifatparvar ommaga yuzlangan. 1935-yili besilgan Uyg'ur tili grammatikasi shu maqsadda nashr qilingan. Sharq Turkistondagi tunji kalendar 1908-yili mazkur basma zavodida besilgan. Shundan e'tiboran har yillik yilnoma va kalendarlar toki 1938-yili basma zavodi ishdan to'xtag'icha nashr qilinib turgan. Yana bir amaliy unum yaratgan ish salom xat yozish yetakchi qo'llanmasining nashr qilinishi bo'lib, bu kitob 1931-yildan 1937-yilgacha 3 qitim qayta nashr qilingan va Sharq Turkistondagi keng xalq ommasining nihoyatda yoqtirib o'qishiga erishgan. Oskar Hermanson boshchiligidagi bir qism missionerlar diniy tusi ancha qo'yiq bo'lmagan bir qism adabiy asarlarni to'nishtirish orqali Sharq Turkiston o'qirmanlarini dunyo adabiyot xazinasidagi nodir asarlar bilan tonishish fursatiga ega qilgan. Masalan, dunyoga dangliq yozuvchi Selma Lagerlöf hikoyalari Uyg'ur tiliga tarjima qilingan. Axborot sohasidagi yana bir yangilik 1914-yili 6 shahar oyliq gezdini yo'lga qo'yish plani bo'lib, ayni chaqda yorug'liq 6 shaharning ro'znomasi deb atalgan.
Buning qonuniy rasmiyatlarini Shvetsiyaning Beijingda turishliq bosh elchixonasi ustiga olgan bo'lib, bu loyiha sinoq tariqasida yo'lga qo'yilgan. Sinoq nusxasi hozir Lund universiteti kutubxonasida saqlanmoqda. Gazetning sinoq nusxasi tövandagidek mazmunlarda bo'lgan. Birinchi, Jungo prezidentiga munosabatlik maqola bo'lib, prezidentning surati va Beijing to'g'riliq maqolalar gazetning birinchi betidan o'rin olgan. Ikkinchi betida yerlik xabarlar, Jungo ili xabarlari, G'arbiy Turkiston va boshqa dunyo xabarlari bo'lib, bular Rossiya jurnalistlik metodi bo'yicha tahrirlangan. To'rtinchi betlarda savdo, madaniyat uchurlari, Telegram va e'lonlarga o'rin berilgan. Oxirgi stonda chet el konsullarining Qashqardagi banka, pochta uchurlari bor bo'lib, agar sharoit yor bersa, qisqa adabiy hikoyalarga o'rin berishni o'ylashib ko'rishga bo'ladi. Afsus, Birinchi Dunyo urushining portlashi sababidan bu plan amalga oshmagan va ko'p yillardan keyin bu basmaxona faqat Uyg'ur yezigida gazet chiqarishga majbur bo'lgan. Bu basmaxonada besilgan ba'zi materiallarning besilish orqa ko'rinishi savdo xarakterini olgan bo'lib, buyurtquchi xaridorlar ko'pinchisi Qashqardagi va Janubiy Sharq Turkistondagi savdogarlar, chet ellarning Qashqardagi konsulxonalari, Jungo pochta ma'muriyati, Qashqardagi Rossiya bankasi va bir qism shaxsiy xaridorlardan tarkib topgan edi. 1917-yildagi statistika asoslanganda basmaxonada besilgan turli materiallarning turi va soni mundaq bo'lgan. 7 xil uqtirish va e'lonlardan 4680 parcha, 3300 dona sayohat otketkisi, 42800 dona pasport va har xil o'lchamdagi arabcha, farscha ta'lillar besilgan. 1919-yili Angliyaning Qashqardagi konsulxonasining havolasi bilan turli telegram va e'lonlar besilgan. Va yana missionerlar faoliyati bilan aloqasi bo'lmagan ba'zi shaxsiylarning kitoblari nashr qilingan. 1922-yili nashr qilingan X.E. Harding tarafidan yozilgan Srinagardan Qashqarga Geligit orqali o'tish xotirasi, 1933-yil nashr qilingan B.U. Burye tarafidan yozilgan Qashqar xotirasi, doktor Boris Ospov tarafidan yozilgan tibbiy bayon qatorliq kitoblar u zamonda besilgan tunji, hindi, yevro tillaridagi kitoblar bo'lib, hozir dunyoda nihoyatda qimmatli materiallar bo'lib hisoblanadi. Shved missionerlarga nisbatan ayni vaqtdagi qo'zg'alon urushlar og'ir oqibatlarni elib kelgan. Bo'libmi, islom hukumati hokimiyat beshiga chiqqandan keyin missionerlarning xizmat yuki eshib ketdi. Karl Personning bayon qilishicha, 1934-yildan boshlab basmaxona besim ostida hukumatning buyruqlarini ijro qilishga majbur bo'lgan. Tungallar Qashqarni egilib olishdan bir kun burun Jumhuriyat hukumati qochib ketishga majbur bo'ldi va basmaxona kechicha ularga bank cheki besib berish vazifasini topshirib oldi. 1933-yili basmaxona yana qisqa muddat davr surgan Istiqlol gazetini nashr qildi. 1934-yili ismini Yangi hayot hurriyati gazetiga o'zgartirdi. Bu haftalik gazetlarda inqilobga oid muhim uchurlar berilgan edi. Bularning asli nusxalari Lund universiteti kutubxonasida saqlanmoqda. Bu gazetlarda yana Reuters telegrammasiga o'xshash xalqaro xabarlar besilib turadi. Missionerlar yana Xitoy maktablariga darslik kitob va amaliy qo'llanishchan kitoblarni nashr qilishga yordam bergan. Masalan, ipak ishlab chiqarish texnikasi qatorli kitoblar. Missionerlarning yana bir vazifasi yangidan qurilgan Sharq Turkiston hukumatiga bank cheki, pul va materiallarni besib berish edi.
1933-yildan 1937-yilgacha qonunliq obur bo'lgan zo'r turkum bank cheklari mushu basmaxonada besilgan. 1937-yili yerlik hukumat Qashqarda o'ziga tava bir basmaxona qurdi va Yangi hayot qo'sh haftalik gazetini yo'lga qo'yib, hukumat o'zining tashviqot materiallarini bostirdi. Bu yangi basmaxonaning qurilishi bir jihatdan missionerlar basmaxonasining xizmat salmoqini ma'lum darajada yeniklatgan bo'lsa, yana bir jihatdan Shved missionerlar basmaxonasida uzoq muddat tarbiyalangan talantli xodimlarning yangi basmaxonaga eqib ketishini keltirib chiqargan. Shundaqla missionerlar basmaxonasiga bo'lgan ig'ir darajadagi boyqut qilishmi aks ta'sir ko'rsatdi. 1937-yil mayda Qashqar siyosiy manamanchilik ichida qoldi. Jumladan Shved missionerlarmi o'zini xatarlik vaziyatda sezdi. Bu chaqda Yangisarning vaziyatimi hujumga uchragan edi. Missionerlar har tarafdan qamal qilingan bo'lib, Sharq Turkiston rayonidagi xristian muridlarining bexatarligi ko'zda tutilib, missionerlarga oid barliq materiallar ular chegaradan chiqishdan burun ko'ydirib etiladi. 1901-1937-yilgacha mazkur basmaxonada besilgan xristian diniy tashviqoti va shu davrdagi hukumat uchun besilgan siyosiy mazmundagi asarlardan boshqa asarlarning qisqacha tizimligi tovandikicha. Bu tizimlik sal uzunken shunga qisqartib bir nechini o'qib o'taylik. Abadiy tiriklikning yo'li. Sharq Turkistondagi shaharlar, daryolar va aholi ma'muriy boshqarish haqida. Uyg'ur yilnomasi. Sahroyi Kabirda eziqqan ikki tuqqanning hikoyasi. Bo'sug'a va Bulun. Formula hisob kitobi. Qashqar viloyat hukumat qurilishining bayonnomasi. Inglizcha turkiy til lug'ati. Grammatika. O'rta Osiyo tarixi. Ana til she'rining asl nusxasi. Ana til she'ri Shved missionerlar basmaxonasida besilgan. Ma'rifatparvar zot Qutlug' Shavqi bosh muharrirligini qilgan Yangi hayot gazetining 1935-yili 12-avgustdagi 81-sonida e'lon qilingan. She'rning avtori kishilar xato bilib olganidek Qutlug' Shavqi bo'lmasdan, balki shoir Abdulla Naimi, ya'ni 1896-yil tug'ilib, 1938-yili vafot bo'lgan. Abdulla Naimi arab, Paris tillarida she'r yoza oladigan bo'lsa-mu, lekin u ona tilida she'r yozishni sharaf deb bilgan. Tövəndə avtorning ilovasi va she'rini birlikda aslab o'taylik. Dunyoda har qavm, har millat o'zining maxsus bo'lgan til yozig'i bilan so'zlab va yozib, o'zining buzilmas va yo'tkalmasligi uchun qonunlar tuzib, kitoblar yozib, har qaysisi o'z tillarini aziz va mu'tabar bilurlar. Ammo bizning ona tilimiz bo'lsa, koni hukumat vaqtidagi bosh ko'zi to'pi bosib, ko'zi chapaqlashgan yetim baladek xaru zar vara bo'lindi qolgan. Bu bechora ona tilga ega bo'lib o'tgan ota bobolarimiz nafratlangudak kishilar emas. Tilimizmi bizning qo'polmi emas. O'tgan ota bobolarimizning shon sharaflik tilimizning tatliq va shirin ekanini tarixlarimiz yuzidan tomosha qilmoq kerak. Ba'zi yurtimizdan chiqmag'ach tilimiz uningdan qisqalik qilgan so'zlarni boshqa tillarda atasaqmi, lekin o'zimiz bilib turib boshqa tilda aytganimiz va yozganimiz bak tang ko'rinadir. Bu barada yaxshi bilimlik oq soqollarimiz til hay'ati qurib tilimizni tuzatishning chorasini qilsalardi. Ona til. Abdulla Naimi.
Ana til bilgan kishining izzatin qilg'um kelur. Ana tilni og'zidan oltin berib olg'um kelur. Yurtimizda qadri yo'q narsa ana tildir bugun. Bilmaganlarga aning qadrini bildirgim kelur. Biz balalarga atalardan qolibdir yodgor. Yaxshi asrab nasil avlodlarga qoldirg'im kelur. Bu ana til gar esa Amerika va Afrikada sarf etib minglarcha tilla anda ben barg'um kelur. Ay ana til bizga sen o'tgan ulug'lardan nishon, sen bilan ruhi zaminda iftixor etgum kelur. Sen qizil gul yoki bulbul ko'ngil gulzorisan, ushbu suratlardir sen har zaman ko'rgum kelur. Olmasan yahud anasan yoki sen shamobisham, atir guldek bo'y olib boshimga qistirg'um kelur. Qizmusan, qo'zimusan yoki qizi bilan qimiz, yaxshi ko'rgan yaxshidan yaxshiga o'xshatqum kelur. O'z tilini tashlagan og'zi buzuqning og'ziga toza qattiq charmlik kafshim ila urg'um kelur. O'z tilidan o'zga tilni istaganlar tilini aradak tilg'ush bilan necha tilim tilg'um kelur. O'z atasi, o'z tili, o'z dinidan, o'z yurtidan birsidan tangan biriga o'xshadur degim kelur. Ushbu tilni tashlagan odam vatanga do'st emas, balki hamma yurtidan begona deb aytg'um kelur. Ona tilla hammani yozmoqqa mumkin bo'lmadi. Var na hamma so'zni men uyg'urchalab yozg'um kelur. Xo'sh, bugungi kitob o'qishimiz mush yergacha bo'lsin. Askartib qo'ydig'im, bugun mazkur kitobning 262-betidan 274-betigacha bo'lgan mazmunlarni angladinglar. Bu betlarda yana nihoyatda qimmatli tarixiy rasmlar, shundaqla bosma materiallardan bir qancha o'rnaklar kirgizilgan. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Xayr xo'sh. Kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Omon bo'ling.